Assalomu alaykum barchaga. Navbatdagi ishimiz Jala Quduq tumani 1.5 lik pechkamizni olib kelib o'rnatib berdik. O'tgan yili ham yozda shu xonadonga qo'yib berganmiz. Qishi bilan ishlatishib ma'qul kelgach, ota-onalarini uylarini bir remont qilishayotgan ekan. Shunga ham chaqirishdi kelib, qo'ldan kelgancha imkon qadar chiroyli holatda bitirib berdik. Pechkamiz bo'ylari 1.5 lik bez kraska holati. Kraskaligini xohlashmadi. Avvalo kraskasi holatini o'rnatib berganmiz. Pechkamiz orqa ko'rinishini ham bir qator ko'rsatib o'taman. Pechkamiz orqa ko'rinishi mana shu holatda bo'ldi. Har xil uyda remontlariga, yevro remontlariga barcha narsaga tushaveradi. Chiroyli holatda. Asosan sarig'ishda qilinadi. Sarig'ishda chiroyli chiqqani uchun. Ommabop bo'lgani uchun asosan shu sarig'ishlar. Xizmatlar bo'lsa bemalol murojaat qila olasizlar. Barcha mahsulotlari ichida vodiy bo'ylab olib borib o'rnatib beramiz. Pechkalarimiz har xil razmerdagi o'choqli, o'choqsiz pechkalarimiz mavjud.